Majburiy matematikaga oid savol 21-yil 2-semana 30-savolga e'tibor bering. Oson hisoblash yo'li bor bu yerda. 10 dan 5 ta bor tepada. Pastda qarang. 4 ta bor. 10 dan, chunki 4 ta 0 bor-da, o'sha 4 ta bilan mana qisqarsa bitta 10 qoladi tepada. Shunda tepada 5,6 desak bo'ladi. 0,6 10 ga ko'paytirib pastda 7. Bo'lib yuborsak 0,8 chiqadi. Mana ajoyib. Keyingi savol. Buni qarang, oson hisoblaymiz. Darajalar ko'payadi. Mana daraja ko'tarilgan. A ni 6-chisi bo'ladi. Ko'paygan A ni 4-chisi, pastda A ni 3-chisi va A ni 7-chisi. A ni 10-chisi taqsim A ni 10-chisi bo'ladimi? Bu 1-ku. Mana. Demak, bu yerda ajoyib. Keyingi savol. Radiusi 8 ga teng bo'lgan yarim aylananing perimetrini toping. Demak, yarim aylana bor bizda. Xo'p, yarim aylana radiusi 8 bo'ladigan bo'lsa, bu mana bu qismi, diametr qismi 16 ga teng, bu tomoni L pi r formula bilan topsak 8pi bo'ladi. 8pi plus 16. Ajoyib. 33. Buni ko'rdik boya. 34-savol. Ushbu tengsizlik qanoatlantiruvchi butun x sonlar yig'indisini toping. Buni keyingi videoda ishlab ko'rsataman.